Va nihoyat qasoskorlarning Doom kuni filmini treyleri chiqdi. Xavier maktabi Something's coming. nimadir kelmoqda. Something we may not Biz to'xtata olmaydigan narsa. before this day. Bugun tugashidan oldin We should be faced biz with an aql bovar unthinkable qilmaydigan decision. qaror qabul qilamiz. Marvel Studios va X odamlar birgalikda. Men o'z davrimda ko'plab jangchilar bilan jang qilganman. Ular ancha kuchli edilar. Bizlarni hammamizni birga olganda, lekin ular o'lishdi. Ular hozirgidan ancha kuchsizroq raqiblar va tahdidlarga qarshi jang qilib halok bo'lishdi. Doktor turibdi. Professor X binosi, Gambit va Shang-Chi. Aura. Agar hozir biz birgalikda jang qilmasak, ular qurbon bo'lganligi bir til bo'ladi. Mayda janjallaringizni chetga surib qo'ying va butun e'tiboringizni bunga qarating. Agar qaytsangiz, aka va opa-singillar sifatida qaytasiz. Lekin so'zlarim esingizda bo'lsin. Bizga mo'jiza kerak bo'ladi. To'riski bolg'asi bilan Hey, pal. salom jigar. It's not possible. Bo'lishi mumkin emas. Kapitan Amerika. Lekin formasiz, soch azgincha o'sgan. Men formasiz yurib tushunmadim. Menimcha endi hozir pensiyadan chiqdi-yu okamamcha. Qasoskorlar Doom kuni tez orada. Infinity Vision'da albatta. Infinity Vision hech qanaqa IMAX kerak emas. Juni o'zini IMAX'ini o'ziga olib qo'yursin. Bizga kerak emas. Xullas eskilardan Kapitan Amerika va Thor birgalikda bo'lishar ekan. Yana qaysi eski qasoskorlar bularning yoniga qo'shgan bo'lardingiz? Izohlarda yozib qoldiring. Va albatta shunaqa yangiliklarni o'tkazib yormaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying.